yozishga ruxsat aytyapsiz. Yo'l xaritasidagi rejalar deyarli bajarilgan holatda ko'rinadi. Mumkinmi shu kameralar qaysi hududda o'rnatildi? Bu savollar kelib chiqishining sababi bu yerda deyarli hamma mahallani vakillari o'tiribdi-da. Bilsak, demak bizda qanchadir holatda bir xavfsizlik ta'minlangan yoki bizni qachon kutyapti, bizda o'sha kameralarni o'rnash mumkinligi qachon kutyapti, 1 oyda, 2 oyda, 1 yilda deganda. Shu ro'yxat bilan tanishsak bo'ladimi? Agar yo'q bo'lsa, keyin taqdim etilsa ham urib olsak. Aholi bilan ko'rishganda gaplashganimizda bu bizga asqotadi, kerak bo'ladi. Qaysi hududga o'rnatilgani boshqasi. Masala ikkinchi masala, hozir mana Qoraqalpog'on MFEni tilga olib o'tdingizmi? Aynan o'sha hududdan saylangan deputatlar jinoyatchilikni ortib borishi masalasi, aynan qizil hududga tushib qolish masalasini mana juda ko'p o'rganaman, juda ko'p uchrashaman. Sizni xodimlaringiz bilan ko'p gaplashib ko'rishaman. Eng oxirgi bir tushgan fikrlardan bittasi, hozir bugun erta deputat so'rov chiqarmoqchimiz biz. Bu masala bo'yicha kadastr tashkilotiga murojaat qildik. Og'zaki hozir yozma holatda murojaat qilamiz. Sizni ham hamkorligingizni xohlagan bo'lardik. Qoraqalpog'on MFEni hududi o'ta katta bo'lib ketgan. Hudud juda ham kengayib ketgan. Yer masalasida, hudud masalasida. Joylashgan joyni yaxshi bilasiz. Lekin hozirgi holatda suv omborining bu tomoni, ya'ni mana Kunchiqar tomoni, sharq tomonlaridagi aholi ham xuddi Qoraqalpog'onga biriktirib qo'yilganda, aynan o'sha hududni boshqarish masalasi, ko'proq jinoyatchilik masalasi, mana bu Musulni poligon hududlari, ana shu hududlarda jinoyatchilik yaqinda ham bo'ldi. Aynan o'sha hududda aynan Qoraqalpog'onga bog'lanib qo'yapti. Men aytmoqchi emasman haligi. Bu tasodif bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hududning kattaligini tanishimiz kerak. Hatto suv ombori atroflari ham. Radvon MFE chiqib turib o'sha yerda barcha soliq boshqa ishlarni yig'yapti, qilyapti, lekin unga tasarruf etilmaydi. Qoraqalpog'onda tasarruf etiladi. Qoraqalpog'on hududi o'ta kengayib ketgan. Bizning tavsiyamiz, o'sha yerdagi mahalla yetkazilgan tavsiyasi ham aynan shundan iboratki, o'sha hududlarni o'ziga yaqin mahallaga biriktirib bersa. Shunda sal boshqarishga imkoniyat bo'ladimi? Shu hududdan bitta oddiy mahallaga murojaat bo'lsa ham boryapti-da, ancha kilometr yo'l bosib boryapti. Shunga siz ham agar ma'qul topsangiz, bosh qo'shsangiz, shu masalani bir hal qilsak-da, eng yaqin mahalla fuqarolar yig'ini joylashgan hududga biriktirib bersak. Shu meni taklifim. Birinchisi, agar imkon bo'lsa, o'sha ma'lumotni olsak, biz ham o'zimiz hududimizda bir tushuntirishlarni olib borishimizga qo'l keladi. Rahmat. Agar ruxsat bersanglar, men ikki savolga javob berishdan boshlasam. Mana bizning aholiga 68 ta mahalla tashkil qilingan. 71 ga qisqartirdik. Endi mahalla tashkil qilishda adashmasam hokimiyat tizimida aholi sonidan kelib chiqib mahalla tashkil qilingan. Shu 5 ta kirmagan vaziyat og'ir bo'lib qolishiga va bu yil mana 5 oy yakuni bo'yicha ham 5 ta viloyatda birinchi o'rinda turibmiz. Qizil mahalla salmog'i yuqoriligi bo'yicha. Buni hisoblash anaqasi mexanizmi aholi soniga nisbatan. Tumanda jinoyatchiligimiz kamaygan, lekin mahallalarimizda fuqarolarimiz ozligi sababli 5 ta mahallamiz qisqa tushib qolyapti. Lekin bu mahallalarimizda boshqa hududlarga o'xshagan 6 ta, 7 ta, 8 ta jinoyatlar bo'lmagan. 2 ta jinoyatlar ham tushib qolishi mumkin, chunki barcha sistema bo'lib qolgan, raqamlashtirilgan, o'z-o'zidan avtomatik qizilib beradi. Endi inson bilan bog'liq holatda jinoyat sodir etiladi. Inson yo'lida jinoyat sodir etilmaydi. To'g'ri, qaytayapsiz fikrlar, hudud katta bo'lib ketgan deyapti. Lekin bizni immuniy profilaktik inspektorlarni taqsimlashda o'sha mahallalardagi fuqarolar sonidan kelib chiqib tashkil etilgan. Unga men hech qanaqa vakolatim ham yo'q, muhokama qilishga menimcha o'rnam yo'q bo'lsa kerak. Mahallalar tashkil qilish masalasida menimcha uni boshqa mahallaga qo'shib bera olmayman.